Selamünaleyküm yurttaşlar, kanalımıza abone olsanız 5 etaj taza domumuzni 4 etajında 3 xonamiz 94 kvadrat sroç satıb qo'ygan ayrim jihozlari bilan yurttaşlar mulk egasidan chiqib, mulk egasini nömini qoldirib o'tamiz. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, yurttaşlar lokatsiya e'tibor beringlar. Chapaga ketsangiz aeroport tarafiga yetasizlar. O'ngga ketsangizlar vokzalga yetadi. Al-Xorazmiy ko'cha, aeroportskiy yo'l. Yan tarafimizda Bilissimo kafe, yan tarafimizda shahar 02, urologiya, Merhabantil, liniyalardan muammo yurttaşlar. 4 dollarlik şu domumuzda bo'ladi. 5 etaj domumuzda 4 etajdan oladi. Birgalikda ko'rib chiqamiz, mulk egasini nömini qoldirib o'tamiz. Esa ketdik. Bu yerda yana Bilissimoning yonidan girib kelasizlar. Shu yerdagi domumuzda bo'ladi yurttaşlar. O'rtadagi podyezddan kirasizlar. 5 etaj domumuzda 4 etajda bo'ladi. Elatimiz ham e'tibor beramiz yana. Bu yerda balla o'yingohlarimiz, parkovka, moyka, hamma yaqin yerda yurttaşlar. Esa içalan görüp danışıp çıkamız, yetdik. Yurttaşlar 4 etajdan yetib geldik. Podyezdlarimiz keng, e'tibor beramiz. Shunda 1, 2, 3 xonadan bo'ladi her etajimizda. Birimizda shu xonadona deyishli kladovka hisobina o'zlarining mestasi bor. Podyezdlarimiz ham e'tibor beringlar, keng tushgan. Yan tarafimizda yana 5-etaj chiqadigan zinamiz. 5 etaj domimiz 4 etajda bo'ladi yurttaşlar. Esa birgalikda ichalanni ko'rib danışıp chiqamiz, yaqinlarimizga ulashib qo'yamiz. Uyimizda doğru girib yashaladon bo'ladi. Mulk egasini nömini qoldirib o'tamiz. Yurttaşlar bemalol o'zingiz savdolashaverasizlar egasi bilan. Xudo xolasa esa birinchi chetdan danıştirib boramiz. Bu yerda shuningdek koridor tushgan, chapaga yetiradi. Zali. Yan tarafimizda kuxni, birimizda vanna tualetchalar bo'ladi. Bu yan tarafimizda girish qismi. Avtomatlarimiz ham tashalib turibdi. Yog'och polash ham yurttaşlar döşalib turibdi. Umonliklarimiz ham tashalgan bo'ladi yana. Birimizning shu eshikdan bir e'tibor beramiz. Shu vajni tushuntirdilar bizlara. Kichkina bu yengil olib turadi. Ya'ni shunda mishab bo'lmasligi uchun eshikni yana ochasizlar. Ochib ana o'yna. Tualetimiz eshigi. Shu vajlarga ham ahamiyat beramiz. Vanna tualetchalarimiz addenni bo'ladi. Dik yo'lning ustunda yurttaşlar birini bilasizlar, ham mera yaqin. Al-Xorazmiy ko'cha, Bilissimoning yonida bo'ladi. 02, urologiya, yan tarafimizda yana vannas. Padoklarimiz plastik, kurg'ulab kafelardan chiqib turibdi. Yurttaşlar ichindagi jihozlarni mulk egasi bilan o'zingiz savdolashaverasizlar. Ayrim jihozlar yetadi, ayrim qoladi. Agar hammasi qolsin, bizlar shu durishunda olamiz desangizlar, egasini nömini qoldiramiz, bemalol o'zingiz savdolashaverasiz. Birimiz kupinni ekan, oyna qo'yib qo'yib turaylar. Yan tarafini ossazlar, mishat etmaydi. Shuni bo'lib turaveradi. Bedanya perxoshga mebellarimiz ham bor. Kuxnya tarafimizni yerimizda aqua aynalı shuninglarni qo'yganlar eshiklarni. Kvadrat ham yurttaşlar buni 94 ekan dokumentda, lekin 100 kvadratdan adashmasam ko'proq ya 100 kvadrat bor dedilar. Uy egasini bemalol o'zi bog'lanib, tushunib olasizlar gaplashib. Yerimizda atapinamiz joylashgan. Aynalarimiz aqua. Karush dom. Endilikni e'tibor beringlar. Yine podakonika. Adashmasam bu 2 karush bo'lishi kerak. 2 karushdan ham ziyodroq. Nechunsa bu tarafda fasad tarafda yana yanında karush chiqib turibdi. Endi qurilishda bo'lmadik. To'shi bilinmas. Berimizda yana kuxni mebellarimiz bu yerda qoladi. Aristonlarimiz bor, yana patoklarimiz plastik. Kuxnyamiz ham keng. Bemalol shu yerda o'tiradigan ustuviyat qo'yib turib, orqaga ovqatlanib o'tirsangizlar bo'ladi. Jihozlarni aytib o'tganimiz yurttaşlar o'zingiz quloqingizga kelishasizlar. Navla qoladi, navla ketadi. Shuni koridor tushgan, oyoq tilanmi, yog'och pol. Yan tarafimizda 2 xonasi, bu yan tarafimizda zal. 3 xonali bo'ladi. Kvadrati zo'r. Xudoyim niyat etganlar Alloh taolo yetirsin. Katta kvadratli kvartira so'rab yurgan yurtdoshlarimiz bor. Musofir yurtda yurganlar bor, joylamanda bola chaqali, masalan, ko'p odamlar bor, aziyat yashidan Xudo xolasa. Berimizda spalniyni. Hammira batareyalar tashlab turibdi, 2 oyna tushgan ekan. O'zdan aytib o'tganimizni yurtdoshlar mulk egasi bilan savdolashaverasizlar, qoladi majlarni. Bu yon tarafimizda yana bir xonasi tushgan. Xonalarimiz zo'r. Keng, yurtda olmazdan 2 oyna tushgan bedam, Spaniyadan 2 oynasi bor edi. Yan tarafimizda mehmonxonasi. Mehmonxonasi ham zo'r, keng, uzun yine. Patoklarımız ham ishlab ishlangan.
dik yolun üstündeki dom yurttaşlar. Yan tarafımızda kondisionerlerimizin boyunu. Salımız zor. Niyet etkenler olsa bir like'larını basıp, kommentariyada öz fikirlerinizi yazıp kalarsa, çıraylı fikirlerinizi. Yurttaşlar şundan mı narxa geladi olsak, narxı 51.000 dollar deyip durdular. Ana ki ben makul olsa, ekranda mülk egesinin nömrəni kaldıramız. Özleriniz bir mana sağlığa verəsiniz. Yetib Allah'a rahmet, sağ olun ve selamet olun.